Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Novesi va bugun YouTube'ga birinchi videoyimni qo'yaman. Aktivda portlatib tashlaysizlar degan umiddaman jigarlar. Bugungi videoyimizda kichkinagina open pack bo'ladi. Bu open pack davomida omadimiz keladimi yo'qmi bilmadim, lekin omadimiz keladi degan umiddaman akalar. Va birinchi bizda 3 ta draft bo'ladi xolos, ortiqcha emas. Va bitta undan bitta bundan qilib ochib sizlarga yaxshi kontent qilishga harakat qilamiz. Va bu yerda Harry Kane, Lamine Yamal, Usmon Dembele, Pedriga o'xshagan shunaqa yaxshi futbolchilar kelgan va birinchi draftimiz. Bu yerda walkout yo'q, ozgina plus berdi va ikkinchi urinishimizda yaxshi o'yinchi tushadi degan umiddaman. Plus bergani yo'q, lekin walkout Avstriya, SDM va Avstriya. Bu adashmasam 15. O'Nil degan o'yinchi tushdi bizga. Hop, endi u draftdan emas, yana bu draftdan olib ko'ramiz, chunki bunda omad keldi. Katta ehtimol bu walkout emas, Fabinho. Va jigarlar bizda draft voucherimiz qolmadi. Hozir bizga kerakli o'yinchilar bor, shular bilan tanishib chiqamiz. Bu sostavga qiziqmaysizlar. O'zim asosiy sostavim 125 over, mana ko'rishingiz mumkin. Bu sostavga kommentariyada birdamgacha baho berib ketamiz. Bizda hozir Just, ya'ni LV pozitsiyasini almashtirish kerak. Semenyo, Lemani va Revada ham Mustafa Zikoni va darvozabonimiz Kobel yaxshi turibdi. Bu tomonda bitta Gabrielni ham almashtirish kerak, chunki oldidagi Kobli degan o'yinchi pijdes o'ynar ekan. Qaranglar statistikasini. Ikkita himoyachini ham portlatib tashlayapti. Yaxshi o'ynashi va play stili menga yoqqani uchun shu himoyachini tanladim va shartim kamligi uchun shu himoyachini oldim. Agarda ozgina shartim ko'proq bo'lganda 119 yoki 120 o'yinchiga harakat qilardim. Bu yerda storyda hech kim almashmagan va endi biz bir ikkita muhim joylarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz va bizda like va obuna bosishni esingizdan chiqmasin. Bu yerda daily login rewards yo'nalishi, bu yerda chempion yo'nalishi yaqinda qo'shilishi mumkin va bu chempion yo'nalishida o'ziga yarasha yaxshi o'yinchilar kelish ehtimoli bor. Va bizda exchange da Julian Alvarez yaqinda penaltilar seriyasigacha olib bormasdan juda ham super gol kiritgan Julian Alvarez Barselona futbolchisi bo'lishiga ozgina qolgan va biz buni exchange qilishimiz mumkin, lekin eng yaxshi o'yinchilarimizdan ayrimi bu Julian Alvarezni obmen qilamiz deb kesib qolishi mumkin. 15larni bemalol beraveramiz, lekin bizda 17 over o'yinchilarimiz yo'q. Bu yerda playersga o'tsak, Harry Kane va bir ikkita o'yinchilarni ko'rib o'tamiz. O'z o'yiniga yarasha Harry Kane, Muhammad Saloh ham juda ham yaxshi o'ynaydi. Harry Kane ham juda ham zo'r o'ynaydi. Va bu yerda 119larda ham bir ikkita eng yaxshi o'yinchilari bor. Va bizda juda ham kam, adashmasam, atiga 2400 ta o'zimizniki bilan 3,5 ga borib qolar ekan. Va hozir biz mana shu Senegal himoyachisini full statistikasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Mana definingni qaranglar, 221 play stili juda ham zo'r, oyog'i 5 ga 4. 5 ga 4 bo'lsa ham himoyachi, bu himoyachiga juda ham zo'r degani va olishinglardan maslahat beraman. Agarda himoyachilarda 19 bo'lsa, umuman maslahat beraman, chunki 18 dan 19 juda ham nerealniy past. Va emblemam stolishiga ozgina qolgan. Bu yerdagi ikkita 120 over o'yinchi menda bo'lganida hozirda balki emblemamiz to'lgan bo'lar edi. Va biz aktive qo'ydik Jervina degan o'yinchimizni. Hop, endi biz question yechib ko'ramiz, o'sh qayerdimi yo'qmi. Agar o'shga to'lmasak boshqa narsalar bilan tanishamiz sizlar bilan. Hop, free va boshladik. Bu yerda Kadivar, Odilon. Katta ehtimol bu yo'q. Hatto Ispaniya atakada o'ynaydi, Lamine Yamal. Bu yerda defense, to'g'ri. Va Algeri o'qiy olmadim, taxmin qilib tashlayman.
Xo'p jigarlar, oxirigacha borib o'tirmaslik uchun bu yerda pauza qo'yaman va boshqa elementlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. A few moments later. Va mana tugatib ham oldik. Biz ko'pini topa olmadik va ochkoyimiz juda ham kam, 10837 dona va bu yerda hamma narsa yangilandi. Ola olmaganlar bo'lsa, olishlarini maslahat beraman. 100% bu yerda 5 tani olishinglar mumkin va bitta 118, 19, 13 dan 18 gacha paklarda bemalol ochishinglar mumkin. Sizlarga maslahat, agarda sizlarda James bo'lsa, mana bu yerda mintaga bitta beradi va olish mumkinligi faqat 5 dona bo'ladi. Okalar, va videomiz so'ngida sizlarga xayr deb qolaman. Albatta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu biz uchun katta motivatsiya.